Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizga yana bitta viza chiqdi. Behruzbek talabamiz Malayziya universitetiga Foundation 100% grant bilan TTU universitetiga boryaptilar. Tabriklaymiz sizni Behruzbek. Behruzbek o'zi Malayziyani nimaga tanlagansiz? Malayziyani umuman davlatligi uchun ham ko'zli grant o'qish imkoni borligi uchun tanlagandim. Sharoitlari ham yaxshi, shahar ham. Uydagilarim mabodo ko'rishga borsa ham, bemalol borsa bo'ladi. Ko'rgani, biletlari ham arzon. Biletlar narxi hozir mana Behruzbek biletdan olganlar $300 ga bitta tomonga olganlar. Bundan keyin yana Malayziya Plus tomonlari to'shta accommodation narxlari juda arzon. Hozir ham biz yotoq joyni ko'ryaptik. Oylik to'lovi atigi $175 bo'lyapti. Bu eng arzoni emas, bu o'rtacha narx bo'lyapti. Undan keyin o'zingiz ham klimat ham yaxshi, har doim quyosh bo'ladi, bemalol borib, har kun basseynga ham chiqsa bo'ladi. Qo'pol gapirganda. Davomgani yaxshi bu davlat hisoblanadi bu. Undan tashqari siz qaysi yo'nalishni tanladingiz? IT yo'nalishini tanlaganman, Foundation Year. Undan tashqari o'sha IT yo'nalishini to'liq 4 yil o'qib bitiraman. Shunaqa imkoniyatlar bor, agar siz ham, допустим, sizda IELTS yo'q, talab qilmadi, to'g'rimi o'qish? O'qishga shunda kirdilar. 1 yil foundation o'qib, keyin 3 yillik bakalavrda, xudo xolasa 4 yilda bakalavr diplomni oladilar. IT yo'nalish bo'yicha. Boshqa konsultantlikka murojaat qildingizmi yo'qmi siz? Unda murojaat qilgandim. Ularni dogovorlari menga ma'qul kelmadi. Yo'da White Consultingda dogovorida anchagina qulaylik borligi uchun, keyinchalik ishlashga ham sharoit borligi uchun tanlagandim. Agar sizlar mana foundation tekinga o'qimoqchi bo'lsanglar, bemalol mana bizga murojaat qilsanglar, bahor semestrga bizda qabul ochilgan. Undan keyin agar tez ishni qilsak, kuzga ham ulgursangiz bo'ladi haligacha. Xo'p, shunaqa bo'lyapti. Agar siz Malayziyaga topshirmoqchi bo'lsangiz, bemalol biz orqali topshirsangiz bo'ladi. Behruzbek, sizga yana omad deyman. Xudo xolasa yaxshi talaba bo'ling, yaxshi diplomli, yaxshi IT specialist bo'ling.